Damaschilar, yaqinroq o'tirib olinglar, sizlar uchun foydali maslahat beramiz. Mana shu quyma birga bir tushadigan chashkadan zerikdilaring, yorilib ketyapti. Nima qilish kerak deganga yechim bor akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, sizlarga nima qilishni ko'rsatamiz. Akamiz olib kelishdi, mana pachinili, kichkina pachinili qo'yib qo'yilgan mayatning, quyma qo'yib qo'yilgan, bitta ustaxonada qildirishgan, ko'ngildagidek bo'lmagan. Mashinani cho'tka qilib beramiz, bo'lgan jarayonni qo'yamiz, nima qo'yiladi, nech pul ketadi, birgalikda ko'rasizlar. Ketdi. Akalar, damaslarimiz tayyor bo'ldi. Ikkita damas bir paytda bo'ldi. Amortizator, chashkalar qo'yib, mayatniklar qo'yib berdik. Birinchisiga rullariga, pachinilargacha qo'yib berdik. Xo'p, ikkinchi mashinani ko'ramiz akalar, mana. Ikkinchi mashinamiz mayatnik qo'yib, xuddi bir xil ish. Amortizator, chashkalar qo'yib, cho'tka qilib berdik. Ikkovi mashina ham aka-ukalar mashinasi ekan. Ikkovlari bitta paytda tashab ketishdi. Aka ikkovini zo'rlab bering deyishdi. Hozir chaqirib qo'ydim, kelishyapti. Minib ko'rib baho berishadi. Birgalikda ko'ramiz, ketdi. Akalarimiz yurib kelishdi. Mana bugun kunduzi qilgan mashinalarimiz tashab ketishdi, tayyor bo'ldi. Endi kelishdi mana. Hozir fikrlarni bilamiz. Akamiz sizniki qalay bo'libdi mashina? O'ta zo'r aka, to'g'risi zatganlar ham aloqada bo'libdi. Ye, joningiz sog' bo'lsin. Akamiz sizniki qalay bo'libdi? Mashinaga gap yo'q aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. Aka, tanishlarga tavsiya qilamizmi? Albatta, 100%. Kelinglar. Mana tavsiya beramiz, 100% tavsiya beramiz akamga. Ye, jonlaring sog' bo'lsin. Akamlar mashinasini qilib berib juda ham xursand bo'ldik, chunki bir xil bo'ldi. Hasan Husan mashinasini qilib bergandek bo'ldik. Sizlarga ham shunaqa xizmat taklif qilamiz. Kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida, nomer qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan chiroyli videolar qo'yamiz. Sog' bo'linglar.